O'zbekistonda yangilik. Endi baquvvat suv nasoslar o'zimizda bo'ladi. Endi quruq joylarda ham bemalol suv chiqarsalar ham bo'laveradi. Endi suvsizlik muammosi yechildi. Eng qizig'i biz hozir Andijondagi Eleganga yetib kelganmiz. Bitta akalarning suv nasosi, undan tashqari generatorlar bo'ladi. Undan tashqari O'zbekiston bo'ladi dastlabkor. Faqatgina kelishilgan holatda Toshkentda ham joylar bo'ladi. To'liq ma'lumotni endi Shuhrat akadan olamiz. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, charchamang. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Shuhrat aka, mana suv nasos dedik. Boshqa joylarda ham bor, kerak bo'lsa, lekin sizlardan olishga sababni aytsangiz bizda. Primoy Xitoydan o'zidan olib kelasizlar. Biz Primoy Xitoyda o'zidan birinchi qo'limiz, ya'ni 0 dan boshlab 100 gacha hammasini o'zimiz nazorat qilib, arzon narxlarda olib kelamiz. Arzon narxlarda sifatli kafolatlangan holatda olib kelamiz. Xo'p, necha yil garantiya beriladi aka bizga? Xo'p, bularga aynan busiga qo'rqmasdan 1 yil garantiya beraveramiz. Nima uchun? Bu 4 portionli bo'ladi. Ko'pchilik biladi, katta furalarda generatorlar motori qo'yilgan, juda ham baquvvat. Yonidagi pompasini ko'radigan bo'lsangiz, 8 metrdan tortib, bu yog'i 180 metrgacha ketaveradi. So'rishi 76 lik, chiqarishi 76 lik, 3 ta kirchatkali. 1 kilometrlab uzoq masofaga ham otib beraveradi. Xohlasa, effekti juda ham zo'r. Ko'rinishi ham aytayapti, juda ham baquvvat, radiatorli. Qaynab ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Xudo xohlasa, radiatorlar. Eng qizig'i zavodskoy. Zavodskoy, ya'ni hali qo'lbola emas. Qo'lbola emas. Ichkarida yana boshqa turdagi suv nasoslarimiz mavjud. Ya'ni pulingizga qarab, любой topib beriladi. Joyizga, pulingizga qarab topib beriladi. Birinchi navbatda joyizga qarab. Agar pulingiz kam bo'lsa, lekin joiz, qimmatrog'ini talab qiladigan bo'lsa, endi majbur qimmatrog'ini tanlashga majbur bo'ladi. Lekin shunda ham sifatiga arziydigan darajada bo'ladi. Narxlari juda ham arzon. Narx arzon, sifati yuqori. Shunaqa. Sababi birinchi qo'limiz, o'zimiz Primo olib kiramiz. Mana mana shu ko'rganimiz 100 lik duga 8 metr chuqurlikdan tortib 21 metr balandlikka tashlab beradi. Uzunligi 300-400 metrlab ketaveradi. Bemalol eplaydi. Mana o'tgan yili ham sotganmiz. Misol juda ham zo'r odzivlar berishgan. Bu yil ham yana ham yaxshilab turib, yana ham baquvvatroq qilgan holatda olib kelganmiz. Mana ishlatayotganlar, misol oramizda ko'rayotganlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib, effektini aytishingiz mumkin. O'zining komplektida 30 metr pajarni shlyankasi bo'ladi. Apparatning klapani, kulichlari, zapchastlar bor. Bu statorli. 188 motor qo'yilgan. Soatiga 800 grammdan 1,2 litrgacha rasxod qiladi. Rasxodi. Xudo xohlasa. Xo'p, endi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bunisi kachalkali varianti, yer tagidan ham tortib oladigan varianti. So'ruvchisi 100 lik bo'ladi, chiqaruvchisi 76 lik bo'ladi. Napori juda ham uzoq. Xo'p, bunimiz 8-10 metrdan tortib 130 metr balandlikkacha tashlab beradi. Buni motori 195 salarka motor bo'ladi, statorli. Xudo xohlasa. Xo'p, yonidagisi narxlari bilan aytib ketaylik bir yo'l. Narxlari endi vaziyatga qarab turib o'zgarib turadi. Endi biz birinchi qo'l bo'lganligimiz uchun yo'l kiralar tushsa biz ham tushiramiz, oshsa oshadi majbur. Shuning uchun hozir videoni misol uchun 1 yildan keyin ham ko'rish mumkin, 2 yildan keyin ham ko'rish mumkin, tafovut bo'lib qolishligi mumkin. Shuni evaziga telefon qilsa, o'zimiz batafsil ma'lumot berib tushuntiramiz. Ya'ni noto'g'ri ma'lumot bo'lib qolmasin deb pastda nomerlarni qoldirganmiz. Xuddi shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, shunda skrinshot qilasiz shu joyni. Akalarimiz Telegram, WhatsApp hamma yo'qlar. Tashlab beraverasizlar. Busi bo'lsa, bundan ham kuchliroq varianti. Nimaga kuchliroq? Buni kirchatkasi boshqacha qilib ishlangan. Farqini ham o'zi ko'rib turibsiz. Mana o'zi video davomida. Bu uzoq masofa, yana ham uzoqroq masofaga otib beradi. 7 metrdan, 8 metrdan boshlab tortib, yog'i ketaveradi 1 kilometrlar. Xudo xohlasa. Bundan keyin kichikroq variantda hamma bilgan 76 lik. Bularimiz ham juda ham sifatli, moydachiklari bor. O'zi eng hadovoylar menimcha mashina bo'lsa kerak. Ularda komplektda 20 metr pajarni shlyankasi bor. Moydatchik ham ishlaydi. Mabodo moyingiz eskirib, sifatsizlasa o'zini o'zi qo'rqitadi. Hop, bu yerda xuddi shuni 100 ligi. Ularni ko'pchilik biladi, ortiqcha ta'rif shart emas. Asosiysi bularda 30 metr shlyankasi mavjud pajarning. Bularimiz ham 8 metrdan tortib 180 metr balandlikkacha ochiq beradigan shunaqangi spesial ishlangan suv nasoslar pompasi hisoblanadi. Xudo xohlasa. Xo'p, bu yerda alohida Anjankani o'zini pompalari ham bor. 150, 200, 250, 350 lik hammasi bor. Обратный qalin naqasi bilan. Обратный klapini bilan. Ya'ni отдельно zapchastalari ham bo'lsalar. Отдельно misol uchun biror narsa topib, misol uchun muammo chiqadigan bo'lsa, biz unisini qilib beramiz. Hali bozor yurilmaydi. Kirchatkasi tushgun bo'ladi. Zo'r. Hammasining kirchatkasi tushgun. Hammasi yaxshi, xudo xohlasa. Katta assortimentda mavjud. Agarda optimga xarid qiladigan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, albatta arzon narxlarda qilib beramiz. Qilib beriladi. Hozircha bu variantlar ichkaridagilar endi bu o'rta variantlarga ko'rsatdi. Shunaqa.
Endi bu yerda asosan suv nasoslarimiz assortiment qilib qo'ygan. Endi asosiy katta partiyamiz skladda. Aha, xudo xolasa. Bor, chegaralanmagan miqdorda. Chegaralanmagan bor. Inshaalloh bu yerda anjankalarimiz. Mana. Buni endi hamma biladi, ishlatgan, ko'rgan. Suv nasosi. 150 li anjankaga 11-15 motor qo'yilgan. Xudo xolasa. Buni ham o'zimiz starterlari bilan, akkumulyatorlari bilan kerak bo'lsa start stoplarigacha qo'yib, mijozlarimizga tayyor holatda qilib beramiz. Hech qanaqangi ovoragarchiliklarsiz. Hammasidan mavjud. Hammasidan mavjud. Undan tashqari do'stlar, generatorlar Bu yerda 3 kilovatdan tortib, aha, 500 kilovatgacha mana ko'rib turganingiz 500 kilovat. 500 kilovat. Ya'ni katta zdaniyalar. Katta zdaniya bo'ladimi, ishlab chiqarish zavodlar bo'ladimi, xudo xolasa hammasiga yetkazib beramiz. Zakaz asosida ham bundan-da kattalarni olib kelib beramiz. Kafolatlangan holatda. Elegant brendini juda ko'pchilik biladi. Oramizda ham generatorlarimizdan foydalanganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketinglar. Aha, xudo xolasa. Inshaalloh bizda hammasi kafolatlangan holatda. Hammasi bor, xudo xolasa. Bu yerda servis xizmatlari desa ham bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, eng kichigi nechidan boshlanadi kichigi? 3 kilovatdan boshlanadi, lekin mana bu ko'rib turganimiz 16 kilovatlik. 1 portionli bo'ladi, 4 portionli bo'ladi, lekin bir faza. Buni 3 fazasi ham bor, lekin hozir nalechida bir fazasi mavjud. Bir fazasi mavjud. Xudo xolasa, chegaralanmagan miqdorda buni ham qolagan. Juda ham past. Shunisi bilan qiziq. Shun bilan. Ha, o'zimga qo'ymoqchi bo'lib turibman. Ovoz juda ham pastligi uchun. Zo'r gapi. Buni ham mana ko'ryapsizlar. Hamma yoq bor. Undan tashqari zavodskiy mishalka deyiladi. Zavodskiy mishalkalar, dinamikalar, jodular hammasi mavjud. Hammasi mavjud. Ya'ni undan tashqari so'rovchi shilyankalarimiz 100 li, 150, 200 li, 250 li so'rovchi shilyankalar. So'rovchiga albatta baquvvat bo'lish kerak, bo'lmasa pusayib qoladi. Pusaymasligiga kafolat mavjud. Bularimiz, juda ko'pchilik o'ylaydi, qora shilyanka baquvvat bu pusayib qoladi deb o'ylaydi. Yo'q, pusaymasligiga biz kafolat beramiz. Ya'ni bu addenni spesialniy o'sha so'rovchi qilib ishlangan bo'ladi. Suv uchun spetsakaz juda ham baquvvat qilib ishlangan. Bu nima metri? Bu 6 metrlik bo'ladi. Bitta donasi 6 metrdan. Summani buni ham kelishiladi. Ha, bu kelishiladi. Optimga ham mavjud. Katta partiyada turibdi. Ya'ni olib sotaman deysalar. Olib sotaman deganlar bemalol sharoit qilib beramiz. Xo'p, mishalkalarimiz o'sha. Bu yerda mishalkalarimiz 160 litrlikdan boshlab 260 litr, 300 litrligacha bor. Bor, a? Bu yerda jodu, drabilkalarimiz hammasidan mavjud. Bular hammasi zavodskiy do'stlar. Hammasi zavodskiy. Bizda yasamasi yo'q hozircha. Yasamasi yo'q. Xudo xolasa hamma yoq bor. Bu o'sha mana suv nasoslarimiz qanaqa? Mana bu anjanka motorga uzoq masofaga otib beradigan pompa qo'yilgan, ikkita kirchatkali. Xudo xolasa o'sha kilometrlab jo'nataveradi. Bularimiz xudo bemalol otaveradi. Ya'ni o'sha suv past shunaqa joylarga ko'proq endi buni yer bilan shug'ullanadigan akalarimiz oladi-da. Shunaqalar olishadi, xudo xolasa. Xo'p, menimcha hamma yo'qda aytdik. Qisqacha hali dangal aytdik. Yana aytilib o'tilmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga telefon qilinadigan bo'lsa, batafsil ma'lumot beramiz. Endi asosan ko'pchiligi salarka rasxoti qiziq bo'lyapti. Shuni bir qator aytib o'tsak yaxshi bo'ladi, adashmasam. Salarka rasxotlari suv nasoslari. Suv nasoslari. Suv nasoslari bitta-bitta aytib bersa. Xo'p, kattasiniki qanaqa bo'ladi hozir boshida ko'rganimiz? Xo'p, bu yerda 4 portionlikniki 3 litr, 4 litr atrofida soatiga rasxot qiladi. Undan ham kam bo'lishligi mumkin. Endi biz hozir 2 litr deb qo'yadigan bo'lsak, mabodo 2,5-3 litr bo'lib qolsa, ijolachilik bo'ladi. Shuning uchun 3-4 litr atrofida deyiladi, lekin undan kam o'rtasini olib aytaylik. O'rtasini xohlasa. Hop, bu yerda 100 lik dugamiz 7-8 grammdan 1-2 litrgacha. Lekin hali 1-2 litr rasxot qilayotgan odamni eshitmadik. Sababi sotilgan, olgan insonlardan so'raymiz-da, necha litr rasxot qilyapti, hali yolg'on ma'lumot bo'lib qolmasin, живой deganimizda 800 gramm rasxot qilyapti deyishdi. Zo'r. Cho'tka. Bunisi 195 motor bo'lganligi uchun 1 litrdan 1,5 litrgacha rasxot qilishligi mumkin. Ikkovini motori bir xil. Bularimiz bo'lsa, shu yana ham kichkina motor bo'lganligi uchun 1,5 litr atrofida rasxot qilsa kerak. 1,5 litr, xudo xolasa. Tevadelar ham bir xil bo'lsa kerak. Shunaqa, bular ham 800-900 gramm atrofida soatga. Endi katta kichik ishlashiga qarab, endi bu ham tepa mashinaga o'xshagan narsa. Xuddi shunaqa, nagruzkaga qarab oshaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, aka, endi manzil hamma yo'qda aytdi, menimcha. Manzilimiz qolib ketibdi. Xo'p, Andijondagi manzilimiz aeroportdan kelish, Qumbozor oshxonaga yetmasdan chap qo'lda Charimxo diska ballonlar sotadigan binoda. Toshkentdagi manzilimiz Erkin savdo majmuasida, Erkin postdan chiqqanda chap qo'lda. Ya'ni ko'pchilik o'zi Erkin post desa bilinadi, xudo xolasa. Xudo xolasa dastavkalar mavjud. Inshaalloh hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar nima bo'lsa, o'zimiz mana tekshirib, yurgazib, motoriga mol qo'yib, videolar qilib jo'natib ham beramiz. Chiqazib beriladi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta foydangizdan olinib, sana bonuslarni qilib berishadi. Albatta, harakat qilamiz.